Assalomu alaykum azizlarim. Voha, vodiy, Rossiyada yurgan birodarlarim, hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Tana sahatlik, tana jonlaring sog' bo'lsin. Mana anchadan beri ko'rishganimiz yo'q, yana sizlar bilan shu katta tog'alaring. Shu bir narsa meni o'ylantirib qo'ydi, birodarlarim, o'ylanib ko'p. Mana ayollarimizga shimlarimizni topshirdik. Hattoki choyxona, alg'ular o'ynashyapti, gap o'ynashyapti. Choyxonagacha berib qo'ydik. Taylariga mashinalarimizgacha berib qo'ydik. Ajoyib zamonlarga qoldik-da. Aziz ayollarim, hamma yoqda egallayapsizlar. Shu endi erkakni do'ppisini tinch qo'yinglar, iltimos. Bu do'ppida, mana shu do'ppida mana qalampirni siymosi bor. Bu qalampirni siymosi erkakni g'ururini, mardligini, oriyatini bildiradi aziz ayollarimiz. O'zlaringni bir chiroyli, gulli do'ppilaring bor. Shuni kiyib yursalaring bo'lmaydimi azizlarim? Bir onaxonimizni bir gaplari hech esimdan chiqmaydi. Unda yosh edim. Shu dadalarini shu do'ppisini kiyib chiqishgan ekanda, chaqirib borib dakki berganlar. Ey jon qizlarim, erkaklarda oyoq kiyimini, do'ppisini kiyib bo'lmaydi. Bu do'ppi erkaklarning g'ururi, mardligini bildiradi. O'shaning uchun qaytib kiymanglar. Uyat bo'ladi deb gapirgan edilar. Endi kimga yomon ta'sir qiladi bilmadim-u, lekin shu do'ppimizni tinch qo'yinglar, hurmatli ayollar. Shunga nima deysizlar aziz qadrdon birodarlarim? Kommentariyaga bir chiroyli kommentlarni yozib qolasizlar degan umiddaman. O'zbek Marg'ilon do'ppisini, Toshkent do'ppisini, Qo'qon, Andijon shu erkak do'ppisini erkak bo'lib o'zimiz kiyaylik. Hamma yog'imizni topshirib bo'ldik endi. Hech bo'lmasa shu boshimizda g'ururimiz, erkakligimizni bildiradigan do'ppimiz o'zimizda qolsin azizlar. Salomat bo'linglar. Kimgadir og'ir tegsa, uzr so'rayman. Erkak bo'laylik. Omon bo'linglar. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Marg'ilon do'ppisi. Poyimda qolar Everest cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'ppisi.